Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Mana bugunimiz Alijon qishlog'idan Yevrozabon zakaz sistemini nasib qilib olsa bitirdik. 80 kabligimizni oldi orqa zamoski qilingan, o'rtalari ham zamoski qilinib, garantiyalar berilib, uydigasini ma'lumot olamiz. Qarang, uydigasini zaborimiz qanaqa uydigasini ketadigan mahsulotlar, tosh, sement uydigasini ketadigan mahsulotlar. Tagi tosh, sement olib bersa, tagi beton qotiramiz, aralaridan zamoski qilinadi. Garantiyasini beramiz. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Nasib bo'lsa, mana bu qarasangiz, chiroyli qilib qo'yib berdi. Uydigasi ancha xursand bo'lib qoldi. Mana qarasangiz bo'ladi, chiroyli qilib o'rab berdik. Bu ichida setkalar bo'ladi. Setkalar ichida birontasini ichida agar setkasi bo'lmasa, agar simning ichida 4 ta sim bo'lmasa, 4lik simdan shunday nechkamlik bo'ladigan bo'lsa, jamoasini tekin qo'yib beraman. Burada setka soladi, bir solmaydi. Yuqori setka solinadigan bir qalin setka bergan nasib bo'lsa, mana uydigasini ma'lumotlar olamiz hozir. Shunday mana qarang, cho'tka bo'ldi. Buni oldingi qo'ygan videomizda ham bir stolga qo'yilgan jarayonni olgandik. O'rtalar setkalar bo'ladi. Karkas plitasini karkas setka bo'ladi. 15 ga 15likda 2.8 likdan. Voy keyin bitta ko'rsatingda, keyin bitta ma'lumot bering. Boyvamiz o'zi ham keladi. Chiroyli qilib qo'yib berdik. Kimga shunaqa Yevrozabor xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Mana boyvam o'zi. Boyba bu Yevrozabordan ko'nglingiz to'qmi? Qancha ota keldi, qancha bo'ldi, sifati qanday bo'ldi? Shunga bir bitta ma'lumot bersangiz. Ha, bo'ldi, bu zo'r, ko'ngil to'q. Nasib bo'lsa, mana 10 yilga garantiyasini beramiz aka. 10 yil ichida agar muammo bo'ladigan bo'lsa, agar og'nab ketadigan bo'lsa, tirishni tushadigan bo'lsa, 10 yilgacha o'zim javob beraman. Seximda o'zimda sexim, mana arenda turmaymiz. O'zimiz joy bor, borib bunaqa qilaverasizlar. Biladi-ku, o'g'ilchalar biladi-ku, sexlarimiz bilan hamma shu borib gaplashib kelishib, va necha kunda qo'yib berdik, necha kunda kelib, necha kunda mana bo'ldi. 3 kun bo'ldi-da. 3 kun. Stokasini 3 kunda qo'ydik. 3 kunda plitasini kelib 5 kun uzoq ketdi. 5 kun ketdi. 5 kunda bo'ldi. Agar muammo bo'ladigan bo'lsa, agar maoshim kelib turib o'ynasa, menga javob bermayman, javob bermayman. Agar kelib o'zimiz o'ynasa, nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zim almashtirib beraman. Bo'ldi. Mana videoga olib qo'yapmiz. Shunday qo'yamiz. Bo'ldi. Ishlariga zo'r. Ishga bizlardan kamchilik bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Ha, zo'r aka. Bizlardan kamchilik bo'lmagan bo'lsa bo'ldi. Uydigasiga degan mahsulot tosh, sement bo'ladi. Ustogas tagiga qotirishga, keyin agar imkoniyati bo'lsa, abetda bo'ladi. Abet. Shunda ustolarga qo'yib berishga. Bu hammasi o'zimizdan bo'ladi. Uyingizga mehmon kelsa ham bir choy qo'yasiz-ku. Shunday. Bag'i endi baholi qudrat kamchilik bo'lmagan bo'lsa bizlardan bo'ldi. Zo'r aka. Bizlar sizlar ishlaringizdan ko'ngil to'q. Zakonni hamma zo'r bo'ldi. Rahmat aka, sog' bo'ling.